Legendaga kirgan Cobalt mashinamizni ham xudo xolasa tayyorlab bo'lindi. Orqa tomondagi ledlari hammasini ulab, teg tomonlariga ham yonadigan ledlarni bitirib qo'yganmiz. Endi qarang, yana bitta go'zallik ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana buni ko'ring. Lekin go'zallik haqiqatan chiroyli. Akalarimiz ham o'zlari buni ijod qilishgan. Xudo xolasa mashinamizni o'ta go'zal. Bizga qilib bergan narsamizni 17 diska deydi, 18 diskaga chiroyli qilib, ham pasatkalarni ham ideal qilib bitirib berganmiz. Bitta ko'rib qo'yinglar, bahosini beringlar. Mashina haqiqatan nok. Siz videoga like bostiring, undan ham qiziq joyini ko'rsatib o'tib ketamiz. Salonni ochasiz. Haqiqatan mamlasiga necha okajon. Bunaqasi bitta. Aniq. Oldi tomonlariga ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa mashinamiz haqiqatan go'zal. Turishiga qarang. Bu mashina Samarqanddagi bo'layotgan festivalga tayyorlanyapti. Ko'pchilik mehnat singan. Xudo xolasa shu mehnatlar ichiga bizning ham premiumdagi o'zimizning jamoamiz ancha mehnat qilib, chiroyli qilib mashinani oxirgi tochkasiga, etapiga o'tkazib qo'yganmiz. Mana mashina narsa hozirgi paytda moda bo'lyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, sotuvda bor bu narsa. Mashinani men alohida chiroyli ochib qo'yaman. Turuga bitta qarang. Haqiqatan zo'r. Haqiqatan zo'r, go'zal. Oldi tomondan yana bir marta ko'rsatib o'tib ketaman, okajon. Shundoq eshik ochyapsiz. Hech payt nima deb ko'rsatadi bu narsa, okajonim. Haqiqatan nok. Videoga bitta like bosib turing. Bizdan kuzatishni davom etinglar. Shunaqa qiziq, neobычный narsalarni bizga ko'rsatib o'tib ketamiz.